Va nihoyat uzoq kutilgan kunlar keldi qizlar. Ana endi bemalol tabriklasanglar bo'ladi deyishga o'zbek chiqmadim. Boshqa millatdagilarni bilmadim, lekin o'zbeklar tez yordam chaqirganda ham, raddomga ketayotganda ham, hattoki uborka yordam chaqirayotganda ham birinchi 50% o'zi uborka qilib oladi. Birinchi bo'lib qachondan beri asabim ketayotgan shu gilamli popuchalarini to'g'rilab oldim. Uy remont qilayotganimizda yo brakvanni olganmiz, yo ustalar noto'g'ri qo'yib qo'ygan. Ichini bir tomoniga suv to'planib, xlor bo'lib qotib, sarg'ayib qolyapti. Ishoninglar, mana degan qimmat sredstvalarda ham yuvdim, umuman ketmagandi. Shu arzimagan pul to'ladigan Totalux yilida bittira ketdi. Go'st emasmi, o'zimizning mahsulotlar ham chet el mahsulotini sindirib qo'yapti. Aynan shu smesитель olganimizda kuchli sredstvalar umuman ishlatmay, oddiy gelda yuvib chayib qo'ying degan edi. Tavakkaliga birinchi kichkina joyini yuvib ko'rdim, qarasam shunaqa toza qilyapti, rangi ham o'chib ketmadi, yangidek bo'lib qoldi. Suv tekkan, xlor bo'lib dog' bo'lib qolgan joylarini oddiy gel ham sifam ketkazmagan edi. Endi vannani yaltiratib chiqqanimda gazim ustini ko'rib, radonga ketib qolishimga ozgina qoldi. Xuddi undan oldin ko'rmagandek gapirishimni qaranglar. Oshxonadagi eng og'riqli nuqtamiz bu gaz ustidagi reshotka. Har safar yangi narsa olganimda itadigan gapim ozgina kirib bo'lishi bilan sira artib qo'yaman. O'shani chirib bo'lib ketmaydi deyman. Taxminan bir oy shu gapimga amal qilaman. Undan keyin esa menimcha mana shunday. Reshotkalarni birinchi duxovkaga solib, yaxshilab qizdirib olib, keyin reshotka uchun mo'ljallangan antijir resepsiya xuddi shunaqa yangidek top-toza bo'ladi. Bu layfhakni albatta saqlab oling. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, homilador quyonchaga like bosishni unutmang va menga obuna bo'ling.